Assalomu alaykum. Sinovli olam kanali muxlislari. Mana Alloh nasib etgan Makatullohdan Xudo xolasa 14 kunlik umra safarlarimiz bitib, Allohning baytini tavof qilib, shu yerda bilib bilmay qilgan gunohlarimizga afv so'rab manzilimizga qaytyapmiz. Bizlarning mana shu 14 kunlik umra safarimizda 50 kishi keldik. Qozonsoy Musaffo guruhi bilan birga keldik. Musaffoga Qozonsoyda Ahmadxon degan do'stimiz boshchilik qiladilar. Xudo xolasa nomerlarini ekranga qoldiraman. 14 kun davomida hech narsadan hech qanday bir muammolar bo'lmasdan 14 kun bizni boshimizda bilib bilmagan duolarimizni, qayerda qanday tavof qilishliklarni, boshqalarni hammasini bizga o'rgatib, ko'rsatib, yo'l yo'rig'ini, mehmonxonalarda yeb ichishlar, yotib turishlar, hamma muammolarigacha endi inson beayb bo'lmaydi, beayb Parvardigor aybi bizni kechqurun kirgizib uxlatib qo'ymadi xolos desa ham bo'laveradi. Mana shunday hamma shakli, shamoillarni nimasini joyiga qo'yib, mana shunday bir go'zal mehmonxonalarda bizlarni mehmon qildi. Shu yerdan qatnab, Xudo xolasa 14 kun umra safarlarini qildik. Madinada bo'ldik 3 kun. Madinani payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ravzalarida hammamiz Assalomu alaykum haji. Hammamiz mana shu yerda 3 kun o'sha yerda tavof qildik. Qolgan kunlarimiz mana shu yerlarda o'tib, inshaalloh shu yerda Makatullohga borib, umralarni qilib, umra badallarini qilib o'tganlarimizga qolgan payt Allohdan faqat tavoflarni qildik. Mana shu sizlarga yana murojaatim, shu ekranga yozilgan nomerlarga albatta murojaat qiling. Hamma sharoitlarni yana o'zlari shu Ahmadxon tushuntirib o'tadi. İstesangiz mana o'zimni nomerimni qo'yib qo'yaman. Murojaat qilsangiz sizga mana to'liqroq ma'lumot beraman. Chunki men ham umra safariga shular bilan birga keldim. Alloh hammamizni mana shu Baytullohiga mehmon qilsin. Ilohim mana shu yerlarda kelib ibodatlarni qilib, mana shu yerlarni ob zamzamlarini ichib, qalblarimizni poklab, qilgan niyatlarimizni, farzandlarimiz, ota-onamiz, birodar va do'stlarimiz haqqiga qilgan duolarimiz hammasini ilohim Allohim qabul aylasin. Mana shunday go'zal shaharda, go'zal joylarda turib, mana shunday sharoitlarni qilib qo'ygan shu do'stimizga ham kattakon rahmat. Alloh hamisha bularni ham ishlarini ilohim bardavom qilsin. Mana shu yerga kelgan shu safar umra safariga kelganlarning ichida 2 marta, 3 marta kelganlari, katta hajlarga kelganlari bor. Mana shu birodarlarimiz hammalari biz bilan nima xohlasangiz o'sha guruhlarga qo'shamiz. Ya atrofdan bizni har kuni qilayotgan amallarimizni, videolarini tashlab borilgan ko'rib borishingiz mumkin. Bu riyo qilish uchun yoki bir ko'z qilish uchun emas, insonni shu yerga muhabbatini ziyoda qilish uchun mana shunday narsalarni qildik. Albatta kelinglar, ko'ringlar. Allohning baytida bir sizni biz mana shu yerlarda yana ibodatlarda birga bo'lmoqligini nasib etsin. Allohim ilohim kimni chorlasa, hamma la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kalimaga bandalarni hammalarini chorlasin. Ilohim kelgan insonni qayta Alloh taolo mehmon aylayversin mana shu yerda. Madinada, bu yerda, bu juda go'zal shaharlar, yer yuzidagi eng bir go'zal shaharlarning birida turibmiz hozir. Albatta hammanglar kelinglar, ko'ringlar. Mana shunday bir go'zal mehmonxonalarda kechqurun kelib yo kechalari tavoflarga borib mazza qilib umra safarlarini Qozonsoy Musaffo bilan birga o'tkazinglar. Alloh hammanglarni taninglarni sog', umringlarni uzun qilsin. Mana shu avtobuslar har 15 daqiqada mana shu yerga kelib, shu yerdan odamlarni olib
Jami masjidiga olib borib qo'yadi. Bir tiyin bular pul olmaydi. Jami masjidiga, Ka'batullohga, haramga olib borib qo'yadi. Hech qanday bir tiyin pul ham olmaydi, boshqa ham qilmaydi. Chiroyli o'tirib, komfortabilni avtobuslar, konditsionerlar ishlab turgan. Juda zo'r. Yana bundan tashqari shaharlarni mana shu ziyorat qiladigan joylar bor. Arafat tog'lari, Mino, boshqa joylariga olib borib ziyoratlarni qildirib kelishdi. U joylarni ham xudo xolasa keyingi videolarda men qo'yib boraman. Xudo xolasa ko'rib, o'zingiz yana fikr qilib, qaysi firma bilan borsam ekan deb ikkilanib turgan bo'lsangiz, albatta mana shu Kosonsoy Musaffo Ahmadxonni nimasi bilan kelishingiz mumkin. Ahmadxon kim deydigan bo'lsangiz, mana shu birodarim Ahmadxon. Mana shu kishi bizni mana shu umra ziyoratiga olib kelgan inson. Alloh bu kishidan rozi bo'lsin. Bu kishining ota-onalaridan ham rozi bo'lsin Alloh. 14 kun mana shu Arabiston diyorida, Madinada, Makkada bizni bir joyimizga tikan kirgizmasdan tavoflarni joyida qildirib kelgan inson mana shu kishi. Shu kishining nomerlarini qo'yaman, xudo xolasa. Ikkilanib turgan insonlar mana shu bemalol kelib, telefonlashib, suhbatlashib kelaverasizlar. Hech qanday bir xato yo'q, boshqa yo'q. Nima istasangiz, o'sha istangizni inshaalloh qo'ldan kelgancha bajarib beradilar. Xohlasangiz mana shu yerda o'tirgan insonlarning hammasidan suhbat olib chiqishim mumkin, lekin vaqt yetmaydi. Boringlarga shukr, birodarlar. Sinovli olam kanalida albatta uchrashishimiz kerak. Xudo xolasa layklarni bosib, kengroq tarqalishiga, yana ko'payishimizga sababchi bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat, tanjoni sog' bo'lsin. Mana kim xohlasa mana shu haligi turistik kompaniya bilan kelsin. Har Musaffo bilan. Musaffo bilan kelsin. Har taraflama sharoitni yaratib berdi. Juda ham zo'r, mazza qilib. Mana Olimxon akam ham shu Kosonsoydanlar. Bu Makka diyoriga bu 3-martami, 4-marta kelishlari, hajlarga kelganlar, katta hajlarga. Bunaqangi bu Musaffo bilan ko'ningiz to'ldimi siz hojibo? Alloh qilgan ibodatinglarni qabul qilsin. Ahmadxon yana mana shu inson. Xullas, mana shunday. Endi bu yoqda ayollar o'tirishibdi. Bulardan ham intervyu olay desam, bo'lmaydi. Xijolat qilishadi. Shunga ichkarida onam o'tiribdi, onamdan ham olmayman endi intervyu. Hamma aytishi mumkin-da, o'zini onasidan olib maqtayapti deb. Mana shunday, birodarlar, mana hozir 14 kunlik safarimiz bitib, inshaalloh qaytyapmiz. Mana shu inson bizni 14 kun bizni tashladi. İnşallah kelasi sana kelajekmiz ya. Aha, dua etsanda. İnşallah kullu cennet inşallah. Aha, tamam abi. Mana shu bizni mana shu Makkada 10 kundan bir tashiydi. Aytdim-ku hozir 15 minutda keladi deb. Mana shunday go'zal nimalar.